obunachilar, Chimgan muxlislari, mana bugun Chimganda 5 ta traktor, ya'ni SF 304 2 porshili tashqi bartoy traktorlarimiz o'z mijozlariga yetkazib berilyapti. Ya'ni 2025 kelganiga 2 kun bo'ldi. Xudo xolasa mana bugun chorshanba. Bugun 18-sanasi akalarimiz o'zlarining traktorlarini qabul qilib oldilar. Boshdan boshlaymiz. Birinchi traktorimizni egalari mana Bekzodbek aka. Assalomu alaykum. Bekzodbek akamiz Namangan viloyati Pop tumanidan keldilar. Doimgi xaridorlarimizdan birlari, o'zlari ham traktor olib ketadilar, ham mana bugun o'zlari traktor olgani keldilar. Bekzodbek aka, shu 304 traktorini nima sababdan xarid qilayotganingizni, keyin mahallangizda qanaqa traktorlar borligini aytib o'tsangiz. Bizga endi bu traktor yaxshi ish beryapti dehqon xo'jaligimizga. Maza qilib sherelarimizni ishlatib yuribdi, o'shanga qiziqib biz ham keldik. Xudo xolasa mana hozir xarid qilib endi ketyapmiz, yo'lga chiqyapmiz. Xudo xolasa. Bekzodbek aka, traktor barakali bo'lsin. Aka, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Xudo xolasa kelasi yillar bundan katta 40-50 ot kuchlilar nasib qilsin aka. Sog' bo'ling, rahmat. Keyingi akamiz Andijon viloyati Baliqchidan tashrif buyurganlar. Yo'lchivoy aka, mana ular ham o'zlarining traktorlarini tanlab, haydab ko'rib qabul qilib oldilar. Yo'lchivoy aka, assalomu alaykum. Traktor haqida mana kim tavsiya berdi aka bu traktor? Andijonda to'g'risi bu traktor soni kamroq. Shuni endi kim tavsiya berdi? Eshitib, ko'rib hozir olyapti. Birinchi marta keldim. Andijon viloyatida, lekin bu traktor soni kam. Yo'q. Shunga yana xudo xolasa Keldim. Qiziqib kelib oldim. sizda birinchisi bo'ladi, nasib. Xudo xolasa birinchi bo'l. Xudo xolasa. Xudo xolasa traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunda xizmat qilsin aka. Xudo xolasa keyingilar yana yuz ko'rish nasib qilsin. Charchamanglar, barakali bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Mana akalar endi e'tibor berasizlar. 3 ta, bitta emas, 3 ta traktor, uchalasi ham Namangan viloyati Chust tumani G'ova qishlog'iga ketyapti. Hammasi. Mana birinchi akamiz bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum. Ismlari Xayrilla aka, G'ovadanlar tashrif buyurdilar. Mana G'ova bilasizlar, faqat 304 olishadi. Boshqa traktor bensishmaydi ular. Shunga akamiz o'zlari qolganini davom ettiradilar. Bizni qishloqqa haqiqatan mana shu traktor yaxshi ish beryapti. Shu mahalladoshlarni ko'rdik. Shunday qiziqish bo'lib keldik, mana nasib bo'lgan ekan oldik. Albatta. Xudo xolasa bundan keyin Xayrilla aka davom etishsin traktor olishingiz. Xudo xolasa yuz ko'rish doim nasib qilsin. Barakali bo'lsin traktor. Sog' bo'ling, charchamang. Yaxshi kunda ko'rishinglar. Xo'p. Keyingi traktorimiz, endi bu inson tanishtirish shart emas sizlarga. O'zingizlar hozir ko'rib turib tanib olasizlar. Assalomu alaykum. Ismlarini ham aytib o'tirmayman, o'zingizlar bilasizlar. O'zingiz ma'lumot bering endi bu yoqqa. Ya nima deymiz? Mana yangi kuchimiz yetganiga olyapmiz. Yaxshiligi uchun faqat. Aka, nechinchi traktoringiz Doniyor aka? Uchinchisi. traktor. O'zlariga 3-traktor. O'zimizga. Shuni G'ovadan Mana ham qishloqlar mana hammani o'zlari boshlab keldilar. Endi aka, traktor barakali bo'lsin. Doim sizlarda xizmatdamiz aka, sog' bo'ling. So'nggi traktorimiz Xudo xolasa, bu ham shu G'ova qishlog'iga ketyapti. Bahodir akaga. Bahodir aka, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sizlarda ham shu G'ovaga ketyapti. Kim tavsiya berdi aka sizlarga? Doniyorjon berdilar-da mana shu odam. Ko'rsatib o'tasizlar, Doniyor aka tavsiya berdi. Doniyorjon tavsiya qildilar, xudo xolasa mana olib ketyapti. Xudo xolasa, xudo xolasa. Aka, rahmat. Traktor barakali bo'lsin. Xudo xolasa doim yuz ko'rish nasib qilsin. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin aka. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keling, bo'pti aka, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Mana bular ham aka, videoda ko'rgan bo'lsanglar, oldin G'ovaga borib video olganmiz. Chiqqan akalarimizdan kelgan qani? Ali akamiz, keling. Ismlari nima edi? Hasanboy. Keling. Keling, bir minutga keling. Endi o'tgan safar shu G'ovaga borib video olganimizda akalarimiz ham shu o'zlari ko'rgan bo'lishlari kerak, video davomida tushganlar. Xudo xolasa aka, olish niyat bor. Xudo xolasa kelaverasizlar aka, chiroyli qilib beramiz. Akalar, G'ovaga borganimizda ko'rgansizlar, videosini yana qaytarib ko'ringlar. G'ovada 304 traktorni samolyot qilib ishlatayotgan Hasanboy aka bo'ladilar. Mana o'zlari bugun tashrif buyurdilar. O'zlaridan qisqa intervyu olamiz aka. Ma'lumot bersangiz. Ma'lumot nima, shu traktorni mana oldik, ishlatdik 1 yil. Bizga ma'qul keldi, yana mana hozir sheriklarni olib keldik oladiganlarni. 5 ta traktor olib ketamiz G'ovaga. Sizlar ham olinglar, mininglar. Shu tavsiya beramiz. Bizga ma'qul bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya beramiz. Buni sizlarga birinchi ma'qul kelgan tarafini aytib o'ting. Nima tarafi?
har tomonlama qishloq xo'jaligi har tomonlama ishlaydi bizga. Ombochga ham, pullikka ham, kultivatsiyaga ham har tomonlama qulay. Shuning uchun rasxodi ham kam ekonomический. Shuning uchun ma'qul keldi, ko'payyapti, qiziqyapti odam. Sizlarga ham maslahat beraman, olib mining. Albatta. Akalar, xudo xolasa, kimga Chimgan 304 traktorlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga bemalol chiqaverasizlar. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.